Zamon rivojlanishi sari yangi ish, xizmat va tovarlarning yangi turlari paydo bo'lishi bilan iste'molchilarning turli sohalarda huquqlarini himoya qilishni va qonunchilikni mos ravishda takomillashtirib borishni taqozo etadi. Shuningdek, iqtisodiy o'sish, sog'lom raqobat muhitini va tadbirkorlarning bozorlardagi erkin kirishini ta'minlash hamda fuqarolar manfaatlarini himoya qilish aholi farovonligini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Bunda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi zimmasiga bir qator muhim vazifalar yuklatilgan bo'lib, tashkilot shu vazifalarning bajarilishini samaradorligi va hisobdorligini oshirgan holda joylarda ochiq muloqotlar tashkil etib, aholi va tadbirkorlar muammolarini o'rganishmoqda. Buxoro shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining keng jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqoti misolida mavzuni davom ettiramiz. Shohida opa ro'zg'orga va farzandiga zarur bo'lgan texnikalarni xorij bozoridan buyurtma qildi-yu, tovarlar tannarxi O'zbekiston qonunchiligida belgilangan miqdordan ko'p bo'lgani sabab bojxona boji talab qilingani uchun tovar yetkazuvchiga qaytarildi. Na mahsulot va na pulini qaytarib olgan ayol muammoga yechim so'rab, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Buxoro viloyati hududiy boshqarmasiga murojaat qilgan. Bojxonadan qaytib ketgandan keyin pulimiz ham tushmadi qaytib kartamizga, u tovar ham qo'limizga ola olmadik. Bundan keyin bir 10 kun kutinglar dedi. 10 kun emas, 1 oy kutdik. Raqobat boshqarmasiga murojaat qildik va pulimizni to'liq qilib kartamizga olib berdilar. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Buxoro viloyati hududiy boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan o'tgan yili 1300 ga yaqin, joriy yilning birinchi choragida esa 400 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularni o'rganish natijasida muammoli masalalarga oydinlik kiritilib, iste'molchilar foydasiga hal etilgan. Joriy yilning o'zida 1,5 milliard so'mdan ortiq aholiga noto'g'ri hisoblangan kommunal xizmatlar qayta hisob-kitob qilinib, bu fuqarolarning foydasiga hal qilib berildi. Undan tashqari o'tgan yilda bu holat 5 milliard so'mga yaqin bo'lgan. Buxoro shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining keng jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqotida yig'ilganlarga tashkilotning asosiy maqsad va vazifalari yana bir bor tushuntirildi. Raqobat to'g'risidagi, reklama to'g'risidagi, iste'molchilarning huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarining Buxoro viloyatida qay darajada bajarilishi va tegishli mas'ul tashkilotlar tomonidan ularga bo'lib qo'yilgan vazifalarning xalqimizga xizmat ko'rsatish darajasi qay ahvolda, undan tashqari raqobat to'g'risidagi qonunni tadbirkorligimizni rivojlantirishga, ularga teng sharoit yaratishda yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanish darajasi qanday, u yerdagi tartiblar bo'yicha hamda reklama to'g'risidagi qonunlarimizni bugun hayotda qanchalik o'zini samarasini berayotganini va bu tizimni nazorati aynan bizning qo'mitaga yuklatilganligi sababli qo'mita raisimizning topshiriqlariga asosan bugun aynan shu ochiq muloqot o'tkazilyapti. Barcha korxona tashkilot rahbarlari ishtirokida o'tgan ochiq muloqotda tadbirkorlar va aholining savollariga javob qaytarildi hamda ularning muammolari, takliflari tinglandi.